Siz Abdullo ismining ortida qanday buyuk kuch va ruhiy mas'uliyat yotganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu ism arab tilidan olingan bo'lib, Allohning bandasi yoki Allohning suyukli quli degan ma'noni anglatadi. Tarixan bu koinotdagi eng sharafli va eng sevilgan nomlardan biridir. Psixologik nuqtai nazardan Abdullo ismli insonlar o'ta adolatparvar va ichki xotirjamlikka ega bo'ladilar. Ular har qanday qiyinchilikda ham o'z tamoyillariga sodiq qolishadi. Ularda tug'ma yetakchilik qobiliyati bor, biroq bu yetakchilik kibr bilan emas, balki kamtarlik va donolik bilan namoyon bo'ladi. Sirli fakt, Abdullolar juda kuchli ichki filtrga ega. Ular insonlarning samimiyligini bir qarashda sezishadi, lekin buni bildirmay, jim kuzatishni afzal ko'radilar. Agar hayotingizda Abdullo ismli inson bo'lsa, bilingki, sizning yoningizda eng ishonchli tog' bor. Bu videoni o'sha qadildan Abdullohga yuboring.